Ey bolalar, 5 minglik vinetkani gaplashyapman. Haroling? Ne, cringe. Menga boshqasi yoquvdi. Kelinglar, 1,5 millionlikni aytaylik. Nima shu? Qildirganlarga zo'r qilish kerak, to'g'rimi? 70 ming? Mana, kerak emas menga. Ular unaqa qilmagan, o'zi eng arzoni zo'rg'a gaplashdi. 9 yilcha basharalaring ko'rir uchun to'yib ketganman. Mana navadan qimmat deyaptilar. Ustoz, qarang, men bilan vinetkani olmas ekan. Olmasa imtihonga kirmaydi. Kirmasak kirmaymiz shu imtihoningizga, xo'pmi? Yo, men bu kostyumni olaymikan? Ya, mana shu ustunni kiyganing zo'r turibdi-sha. Sen sochingni ukladga qilmaysanmi? Ha, barberim gaplashib qolganman, boraman hozir. Davay, sig'maydi-ku. Men o'zlari sig'maydi-ku. Jim tur vinetkaga tushib olib beraman hozir. Bitta kostyum olib kel, namcha minnat qilmasang. Hot. Ki, davay. Ustoz kostyumni yirtdim bilan. Ha, kuydirgilar. Ha, molga o'xshagan. Sen bu uloq qo'ynayap demagansan. Sen vinetkani boqini chiqarding. Men nega yuraman? Bugun vinetkaga fotosessiyamiz bor. Sochimni brush qilib, ukladka qilib qo'ying. Makiyajim nijniy bo'lsa, xo'p, bo'ladi, qilib qo'yamiz. Voy, как раз men ham shunaqa qildirmoqchiman, o'rtoq. Baba senga yemaydi. Shahzod, dazmolingni berib tur. Ko'rsan, o'zim quvonman-ku. Nima uchun qizg'anchusan? Zalin, sal kamroq ishlat, kenaymi-ki? Davlat palata qatta. Da. Birinchi forma shu bo'ladi. Keyin siklarama bilan gudok tayyorlaysan, xo'p? Davay. Kelavringlar. Muyassar, xolingiz burchayi bo'shmi? Hozir darsim bor. Bitta kirg'izib rasmga olaman, xo'p deng. Kiring. Xo'psa, spishkani sal yaqinroq olib kelgin-da. Men softbox pasaytiramiz meni, xo'p? Ashchini pastlik qilyapti-da. Amana 300 olib kelgin. Bor, o'shani olib kel birinchi tez. Hey, teparoq ko'tar, o'rtasi osilib qoldi. Qo'limiz olib ketdi. Qo'l ko'tar. Qo'shqon aka, qorovliydingiz o'zi. Mana sen rasmingga kostyum qo'yib beraman. Ko'tar teparoq, svet tushir. Mana. San ham to'g'riga qara. Ha, bo'yningni azgina bur, quloqni qirg'iz. Кукурского вокзала стою я молодой. Timur, yaqinroq turib olsang bo'lmaydimi? Yo qo'lingni ushlab olaymi? Farqi yo'q, Nozirim nima qilmasa bo'ldi. Qoch qo'lim ushlab, akam yetib beraman. Va sinfdosh qizimligini bilib turib yopishyapsanmi? Atiga topganini haqqimi, ha? Nima qiladi? Ma'lumot